ikki kishi birga savdo qilyapti. Farazan bir ish boshladi ikki kishi. Ikkalasi ham boshlagan ishlarida xolis bo'lsa, bir-birini aldamasa, shariatga muvofiq ish olib boradigan bo'lsa, Alloh taolo bularning ishiga yordamchi bo'ladi. Hadis bor, Abu Dovud va Imom Hakim rivoyat qilgan. Alloh taolo aytadi: "Ana salisu sharikayni." Men ikkita sherikning uchinchisiman. Ya'ni ularga men doim yordamda bo'laman, modamki ular bir-biriga xiyonat qilmasa. Fa idza khanahu kharajtu min baynihima. Agar bir-biriga xiyonat qiladigan bo'lsa, ularning o'rtasidan chiqib ketaman degan. Ikkita sherik birga ishlayapti, bir-birini aldamayapti. Biri yo'g'ida ikkinchisi o'rtadagi tovardan yoki puldan xiyonat qilib olmayapti. Ularga Alloh taolo yordamchi bo'ladi. Uchinchisi Alloh taolo bo'ladi. Agar qachoniki ularning o'rtasida aldashlik, xiyonat qilish, ko'zbo'yamachilik, biri yo'g'ida ikkinchisi boyagi o'rtadagi narsaga ko'z olaytiradigan bo'lsa, unda Alloh taolo o'rtadan chiqib ketadi. Keyin baraka ko'tariladi. Baraka ko'tariladi.